Shahlo, Labay. ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi? Ha, tayyor. Ko'proqmi? Ha, yetadi. Kasal ko'rgani boramiz. Kim ekan? Borganda bilasiz. Borishga arziydimi? Albatta arziydi. Musulmonda 5 ta haqqi bo'ladi. Birinchisi salom bersa alik olish. Ikkinchisi bemor bo'lganda borib yo'qlash. Uchinchisi olamdan o'tganda janozasida ishtirok etish. To'rtinchisi taklif etilganda labbay deb borish va beshinchisi esa aksi ursa unga yaxshilik tilash. Biz yo'qlaydigan bemorimiz musulmon. Xo'p, tayyor bo'pti-yu, ha? Ha, tayyor. Ko'rinishi zo'r. Mazasi ham yaxshi bo'lsa kerak. Xudo xohlasa yaxshi. Taomlarimizga lazzatni Alloh beradi. Sababchisi esa Shedrey sonsi. Barakalla. O'zingiz ham tezroq tayyorlaning. Bashang kiyinmang. Chunki bemor ko'rgani borayotganda odmiroq kiyinadilar. Bemor ziyoratini alohida jihatlaridan biri, bemorni oldiga kirganda birinchidan ko'p savol bermaysiz va bemorni kasalligi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yaxshisiz deb tasalli berasiz va ziyorat uzoq cho'zilmasligi kerak. Chunki bemor toliqib qoladi. Assalomu alaykum. Alayhissalom, qalaysiz? Alaysiz. Yaxshimisiz? Nima unaqa